Xo'sh, qani bularni ham qo'yib chiqamiz. Mana bloklar bo'ldi. Bu juda ham ajoyib. Hammaga salom. Sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Xo'sh do'stlar, qarangizlar, men ajoyib qanaqa bunker ajoyib. Xo'sh, patolcha qilib oldim. Bu men uchun juda ham ajoyib. Bu yerda mevalar yoki boshqa narsalar saqlasam bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Men o'ylashim bo'yicha bu juda ham zo'r bo'ladi. Va bu yerda hattoki hacker va griffer hech nima qila olmaydi do'stlarim. Bu juda ham ajoyib. Xo'sh, bu yerni yopib qo'yamiz, bo'ldi. Endi skladga borib, hozir barcha narsalarni tashlab kelishim kerak. Bu yerda yashirin va mana bunaqa ajoyib barcha narsani qo'yadigan joy qilib oldim. Bu juda ham ajoyib. Hamma tomon juda ham zo'r. Men xohlagan narsamni qo'ysam bo'ladi. Bu juda ham ajoyib do'stlarim. Shuning uchun men hoziroq boramanda bu yerda xarakterga qarshi qilib qo'ydim. Masalan, biror narsa qo'ymoqchi bo'lsa, masalan, qish kelib qoldi deylik. Masalan, qish keldi va men biror narsani qo'ymoqchiman. Va shu yerga sabzavotlarimni qo'ysam ham bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Qani yopib qo'yamiz, bo'ldi. Xo'sh do'stlar, endi men hoziroq skladga borib, barcha narsani tashlab kelishim kerak. Ajoyib. Xo'sh. Qani boraylikchi? Qishloqlarmi? Salom qishloqlar. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Salom Kompot, ko'rmayapsanmi? Biz narsalarimizni saqlayapmiz. Tushunmadim, narsalar shuni saqlaydi. Nimasi bo'ldi bu? Qanaqa bloklar? Tushunmadim. Hamma nima bo'lyapti? Ko'rmayapsanmi? Skelet narsalarimizni yashiryapmiz. Ha, mayli. Qani bunaqalar? Tushunmadim. Bunaqa toshli bloklar va stop. Nima? Bu pullarmi? To'xta. Qanaqa bir ko'taylik. Aha, nima? Bu yerda pullar? Yo'q, qishloqlar. Tushunmadim. Nimaga sizlar pulni bu yerga berib ketyapsizlar? Nima qilaylik Kompot? Axir bankomatlar yopildi va ular bizni pullarimizni qaytarib berishdi va biz bir oy kutishimiz kerak va u pullarni keyin olib borib bersak bo'lar ekan. Shunga qayerga qo'yishni bilmayapmiz. Butun qishloqda puli shu yerda turibdi. Nima? Axir hacker yoki griffer kelsa, bir zumda tuzoq qilib yoki olib ketib qolishi mumkin. Va bu pullarga uxlaysizlar va bu pullarsiz qolasizlar. Bilamiz Kompot, qanaqa yashirishni ham bilmayapmiz. Shuning uchun biz skladda yashirmoqchimiz. Ammo lekin mana bunaqa to'lib qoldi hamma tomon. Ha, bu juda ham yomon, juda yomon. Kompot, o'zi nimaga kelding sen? Men kelganim sababi menda temirli blok va obsidian qolgan edi. Men uni tashlamoqchiman. Men o'zimga yashirin nima desam ekan, podval qilib oldim. O'zimga sabzavotlarni qo'yish uchun. Stop, to'xta Kompot. Seni balkim podvalingga shu pullarimizni qo'ysakchi. Nima deysa qishloqqa? Wow, seni kallangga qo'yir. Juda ham ajoyib. Axir men bu narsalar orqali podval qilgan edim. Va bemalol bu pullarni solsam bo'ladi. Qo'yil, seni kallang zo'r ishlaydi qishloqqa. Bilasan-ku Kompot, qanday bilasan? Eng yaxshi qishloqlar bilan kelishinglar va hamma pullarni men uyimning oldiga taxlab turinglar. Va birgalikda hammasini birma-bir sanab olib yig'ib olaman. Ungacha sizlar esa borib turinglar. Men hoziroq ishga o'rinaman. Unda qishloqqa, tushundingmi? Shuncha hamma qishloqlarga ayt. Qani unda men ketdim. Men uyimda oldiga hamma pullarni yig'ib turinglar. To'g'rimi bunaqa? Bu juda ham ajoyib bo'ladi. Shuncha hamma pullarni yig'ib turinglar va men bir zumda hammalaringni sanab olaman va keyin so'ragan paytlaring beraman va foizini ham berasizlar. To'g'ri bo'ladi. Va kelishib ketamiz. Bu juda ham ajoyib Kompot. Unda biz qishloqlarga aytaman men. Unda sen bora qol. Aha, bo'ldi. Tushunarli qishloqqa. Albatta men senga ishonaman, sizlar kelasizlar degan umiddaman. Men esa uyimda bo'laman va hamma narsani tayyorlab turaman taxtlargacha. Mana bularni esa keyinroq qo'yib qo'yaman. Lekin bu juda ham ajoyib bo'ladi qishloqqa. Shuncha hammaga kutaman. Xo'sh. Qani. Men tezroq uyimga borishim kerak do'stlarim. Sababi mana bu tomonlarda to'g'rilab olishim kerak. Bu juda ham ajoyib bo'ladi, chunki men o'z uyimda nima desam, bankomatga aylantiraman va bu yerda pul saqlaydigan seyf qilaman. Bu juda ham ajoyib. Men o'ylashim bo'yicha albatta bu yerga pullar sig'sa kerak. Bu juda ham zo'r bo'ladi do'stlar. Men unda hoziroq hamma narsani olib kelib bu yerga taxlashim kerak. Qishloqlar kutib qolmasdan oldin. Qani mana bu yerni ajoyib. Qani ishni yopib qo'yamiz. Bo'ldi, endi hoziroq barcha narsalar olib keldik. Ajoyib. Bu yerga esa seyflarni qo'yamiz. Mana shuni hamma tarafga ajoyib yaxshi. Mana shuni qo'yib chiqamiz. Juda ham zo'r. Endi esa mana bu yerlarga ham ajoyib. Mana bo'ldi. Bu juda ham zo'r do'stlarim. Endi esa men hoziroq mana bu yerga bunaqa lazerlarni qo'yib olsam bo'ldi.
Bu shunchaki zo'r. Xo'sh, mana bunaqa, mana bu yerga buni ulab olamiz, mana bu yerga ham. Xo'sh, mana bunaqa lazerda mana bu yerga olamiz. Mana bo'ldi, bu taraf bo'ldi. Endi esa bu tarafni qilishim kerak do'stlar. Men hamma lazerlarning eng zo'ri birma-bir mana bu yerga mana bunday qo'yib chiqqanman. Ajoyib. Endi ulaymiz mana bu yerga, buni bu yerga, mana bo'ldi, tayyor. Endi esa bu juda ham ajoyib do'stlar. Endi esa qolgan narsalarni olishim kerak. Xo'sh, mana bu yerga 2 dona kamera, mendan 1 dona kamera ortib qolyapti. Bu juda ham ajoyib. Xo'sh, endi esa men mana bu yerlarga nima qo'ysam ekan hozir. Xo'sh, mana bunaqa pushkalar olib kelib qo'yaman. Sababi agarda bironta haker yoki grifer kirganda shunday kiradi va ular tanimagan odamni bir zumda otib tashlaydi. Faqat meni otishmaydi, chunki degani axir bu pulemyot bo'lsa, men buni to'g'rilaganman. Faqat meni otmaydi, qolganlari esa otib tashlaydi. Kimga qoyil Kompot, ya'ni o'zimni kallamga qoyil do'stlar. Shuning uchun albatta kanalga ham obuna bo'lingizlar tezroq. Bizning maqsadimiz 10 mingta bo'lish. U nima qishloqlar? Sizlar bir zumda kelib qoldilaringmi? Men juda ham hayron qolibman. Kompot, biz hammamiz keldik, sen bo'ldingmi? Bo'lay deb qoldim. Hozir ozroq ishlarim bor. Hozir mana qishloqlar hozirgina bir 5 daqiqa sabr qilib turinglar. Hozir men hammasini to'g'rilab olishim kerak. Ajoyib, mana bu oynalar sindiramiz. Xo'sh, mana bu yerda, mana bu yerlarni ham, mana bu yerlarni ham, mana bu yerlarni ham bo'ldi. Mana bu yerga esa kattagina eshikni qo'yib olamiz. Bo'ldi. Bu yer safe eshik bo'ladi. Ajoyib, qani buni olib tashlasak, mana buni olishimiz kerak. Notebookimni olishim kerak, mana buni olishim kerak. Bo'ldi. Xo'sh, hozir mana buni yopib turaman va keyinroq qilaman qishloqlar. Xo'sh, qani derazalarni yopib tashlayman. Sababi chunki deganda bu yerga derazalar umuman kerak emas endi. Chunki degani mening uyim, xo'sh, nima desam ekan do'stlar, safe uy bo'ldi. Juda ham ajoyib, to'g'ri bankomat. Mana unaqa temir eshik qo'yib qo'ygan sababi bizga oddiygina yog'och eshik kerak emas. Xo'sh, qani mana bu yerlarni bunday qilib tashlasak, xo'sh, mana bu yerni yopamiz. Bu juda ham ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Men juda ham qiziqib ketaman. Hech bir uyimda bankomat ochmagan edim. Agarda sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta videoga like, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin do'stlar. Bizning maqsadimiz 10 mingta bo'lishi. Qani xo'sh, ajoyib, hamma tomon tayyor. Juda ham zo'r. Endi esa buni terib olamiz. Xo'sh, mana bu yerga bunaqani har bittasini yozib olib, koordinatalarini yozib olib, to'g'ri pul qaysi qishloqqa berdi, o'shalarni yozib olib qo'ying. Xo'sh, mana bu yerga stolchani mana bunday qo'yib qo'yamiz. Ajoyib, juda ham zo'r do'stlar. Qanday turibdi, shuni albatta izohlarda yozib qo'yinglar. Qanday turibdi? Xo'sh, qishloqlar hamma mana bu yerga saflanib tursin va o'z pullarini tayyor qilib tursa. Men hammani yig'ishlar, hozir men kelaman. Ana do'stlar, qarangizlar, men xuddi yashil kiyimda va xuddi milliarderlar kabi bo'lib oldim. Albatta meni stilim yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna va like bosishdan chiqmasin va izohlarda yozib qo'ying. Kompot, bu kiyim senga juda ham yarashibdi deb. To'g'rimi qishloqlar? Qaranglar, mana bu yerga ham kameralar o'rnatib qo'yishim kerak. Hozir kutib turinglar qishloqlar, bir zoomda hal qilamiz ishlaringda. Xo'sh, men oxirgi kamerani o'rnatib olaman. Xo'sh, mana bu yerga hozir 1 daqiqa va mana bu yerga bo'ldi, tayyor, ajoyib. Endi eshikni yopib qo'yaman. Xo'sh, qishloqlar qani? Xo'sh, qishloqqa senda nima kerak? Salom Kompot, men senga pul bermoqchi edim. Xo'sh, mana buni ola qol, mana bu senga pullarim. Xo'sh, 3 stak, 4 stak, 5 stak, 6 stak va 34 dona blokli pul. Ajoyib. Xo'sh, qishloq yaxshi, ha? Mana bo'ldi, ajoyib, yozib qo'yaman. Mana bo'ldi. Xo'sh, hozir koordinatlar, ha, ajoyib. Hozir men bu pullarni qo'yib qo'yaman. Xo'sh, yaxshi. Pastga tushamiz. Qishloqni eslab qoldik va birinchi sef, mana o'sha. Xo'sh, mana bu yerga solib qo'ysak bo'ldi. Xo'sh, endi esa keyingisiga navbat. Qanaqani yopib qo'yamiz, mana bu yerni. Ajoyib. Endi esa bu juda ham ajoyib bo'lyapti. Xo'sh, qani keyingisi? Oq qishloqqa salom. Mana bo'ldi, ajoyib. Xo'sh, 2 stakka 3 stak tanga va 10 dona blokli pul. Ajoyib. Oq fartuq. Sababdan oq fartuq. Yaxshi qishloqqa, sen hozir shu yerda kutib tur. Hozir men kelaman. Ajoyib. Mana bu yerni ochamiz va xo'sh, qayerga qo'ysam ekan? Bu yerda joy bormi ekan do'stlar? Hamma tomon to'lib qoldi. Xo'sh, qaysi polga qoldi? Mana bu yer qolibdi. Xo'sh, mana bu yerga pullarni solib qo'ysak, ajoyib. Mana bo'ldi, tayyor. Xo'sh, hamma narsa joyida. Bo'ldi, ajoyib. Yopib qo'yamiz. Bo'ldi, endi qishloqqa aytsak ham bo'ladi. Ajoyib. Bo'ldi qishloqqa, men seni yozib qo'ydim. Ajoyib. Endi bemalol ketishing mumkin. 1 oydan so'ng sen bilan gaplashamiz. Xo'sh, yaxshi do'stlarim, qarangizlar. Hamma ishlarni qilib bo'ldim. Men juda ham charchadim do'stlar. Xo'sh, men hamma ishlarni qildim. Men o'z uyimda bankomatga aylantirdim va bu juda ham ajoyib bo'ldi do'stlar. Menga yoqdi, sizlarga ham yoqdimi? Albatta shuni izohlarda yozib qoldingiz do'stlar. Xo'sh, shuning uchun hozir men mana bu yerga yopib qo'yaman.
va men o'zimning pullarimni ko'rsataman. Sababi men chunki degan bankomat xodimi bo'lganim uchun menga qishloqlar pul berishdi. Bu juda ham ajoyib. Mening 1,5 16 dona zumratim bor. Bu juda ham ajoyib. Men qayerga qo'yib qo'ysam ekan pullarimni? Xo'sh, bu yerda sef, bu yer yopib to'la, bu yer to'xtanglar. Eng yaxshisi mana bunaqa qilib qo'yaman. Shundagina ajralib turadi. Bu juda ham yaxshi do'stlarim. Xo'sh, endi esa hammasi tayyor. Xo'sh, mana bu yerga tepaga chiqamiz. Mana bu yerlarni yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Ajoyib do'stlar. Tushunmadim. Qishloqqa sen bu yerda nima qilyapsan? Men shunchaki Nima shunchaki? Aha, hazil do'stlar. Bu shunchaki qishloqqa menga prank qilayotgan ekan. Hammanglar prankingizning bori boshqa joyda qolsa. Xo'sh, yaxshi, men yozib qo'ydim. Ajoyib, mana bo'ldi deydilar, hammasi bitta. Bu juda ham ajoyib do'stlar. Men hammasi shimni qilib bo'ldim. Xo'sh, do'stlar, mana buni hozir kravatim olib, mana shuncha albatta kanalga obuna va like bosishni unutmang. Sizlar bilan men kapot bo'ldim. Xayr ko'rishguncha.